Farg'ona shahri dastlab Yangi Marg'ilon va Skobliv nomlari bilan nomlanganini bilarmidingiz? Aynan hozirgi Farg'ona shahri 1907-yilgacha Yangi Marg'ilon, 1907-yildan 1924-yilgacha Skobliv deb nomlangan. 1876-yil Rossiya imperiyasi Marg'ilondan 10 kilometr uzoqlikda joylashgan Yormazor qishlog'i o'rnida yangi shahar qurishni boshlaydi. Bu hozirgi Farg'ona shahri edi. Dastlab shahar Yangi Marg'ilon deb nomlanadi. Sababi shahar Marg'ilondan atiga 10-12 kilometr uzoqlikda qurilgan. Shu sabab uni eski Marg'ilondan farqlash uchun Yangi Marg'ilon deb nomlashdi. 1907-yilda esa mustamlakachilar shaharni rus generali nomiga Skobliv deb nomlashdi. Bu nom 1924-yilda Sovet hukumati tomonidan o'zgartirildi va shahar rasmiy ravishda Farg'ona deb nomlandi. Farg'ona haqida qiziqarli yangiliklar va ma'lumotlardan doim xabardor bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.